Salom, aziz tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun men siz bilan juda jiddiy va dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun nihoyatda muhim. May oyining 1-sanasidan, ya'ni 2026 yil maydan boshlab nafaqa tizimida shunday o'zgarishlar kuchga kiradiki, ular millionlab odamlarning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Bu shunchaki kichik tuzatishlar emas, balki ba'zi nafaqaxo'rlar uchun juda og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan tub o'zgarishlardir. Men sizni ogohlantirishga, har bir tafsilotni tushuntirishga va nima qilish kerakligini aniq aytib berishga tayyorman. Bu ma'lumotni o'zingiz va yaqinlaringiz uchun o'tkazib yubormang. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borishi va ularni potensial muammolardan ogohlantirishi uchun juda muhimdir. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va endi nima o'zgardi aziz do'stlar? Nafaqa tizimining o'tmishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uzoq yillar davomida ish stajini hisoblash va nafaqa miqdorini belgilash uchun nisbatan sodda va tushunarli mexanizmlar mavjud edi. Mehnat daftarshalari asosiy hujjat hisoblanardi va undagi qaydlarga shubha qilinmasdi. Korxonalar va tashkilotlar tomonidan berilgan ma'lumotnomalar, ayniqsa imtiyozli sharoitlarda ishlash tasdiqlovchi hujjatlar qabul qilinardi. Davlatning asosiy maqsadi odamlarning mehnati evaziga munosib keksalik ta'minotini kafolatlash edi. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'z stajlari to'g'ri hisoblanganiga ishonishardi. Chunki bu jarayonlar yillar davomida bir xil qoidalar asosida olib borilgan. Imtiyozli staj tushunchasi esa og'ir, zararli yoki noqulay sharoitlarda ishlagan fuqarolarga berilgan alohida e'tibor belgisi edi. Masalan, konchilar, kimyo sanoati ishchilari, nurash ta'sir ostida ishlaganlar yoki tog'li hududlardagi shifokorlar va o'qituvchilarning har bir yili 1,5, 2-3 yil hisoblanishi mumkin edi. Bu ularga nafaqaga ertaroq chiqish yoki nafaqaning yuqori miqdorini olish imkoniyatini berardi. Bu adolatli va ijtimoiy jihatdan asosli deb hisoblanar edi. Lekin endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. 2026 yil maydan boshlab kuchga kiradigan nafaqa ta'minotini takomillashtirish va nafaqa hisob-kitobi mexanizmlarini optimallashtirish to'g'risidagi yangi qonun bu shartli nom. Lekin uning mohiyati shunday: nafaqa hisoblash jarayoniga jiddiy yangiliklar kiritadi. Eng asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa tizimi mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda ayniqsa eski usulda shakllangan imtiyozli stajlarga va ba'zi turdagi mehnat sharoitlariga bo'lgan yondashuv qayta ko'rib chiqilmoqda. Endilikda davlat nafaqa tizimining uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida ba'zi turdagi imtiyozlarni qayta baholashga qaror qildi. Bu degani ilgari oddiy hisoblab kelingan ba'zi stajlar endi qayta ko'rib chiqiladi. Va eng muhimi, imtiyozli stajlarni tasdiqlash uchun talablar keskin kuchaytiriladi. Oddiy qilib aytganda, ilgari sizning mehnat daftarchangizdagi yozuv yoki korxona ma'lumotnomasi yetarli bo'lgan bo'lsa, endi bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Endi har bir staj davri uchun, ayniqsa imtiyozli staj uchun to'liq batafsil va shubhasiz dalillar talab qilinadi. Bu nafaqat yangi nafaqaxo'rlar, balki allaqachon nafaqa olib kelayotganlar uchun ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, nafaqalarni indeksatsiyalash, ya'ni inflyatsiyaga mos ravishda oshirish mexanizmida ham o'zgarishlar kutilmoqda. Bu haqda keyinroq batafsilroq to'xtalaman. Asosiy qism bu. Nima bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, ushbu yangi qonun hujjatining asosiy qoidalarini batafsil ko'rib chiqaylik. Eng muhim o'zgarish bu ish stajini hisoblash metodologiyasining qayta ko'rib chiqilishi. Endi nafaqaga chiqish uchun zarur bo'lgan minimal staj va nafaqa miqdorini belgilovchi umumiy staj uchun qattiqroq talablar qo'yiladi. Bu ayniqsa avvalroq imtiyozli sharoitlarda ishlagan yoki mehnat stajini tasdiqlashda turli xil muammolarga duch kelgan shaxslar uchun og'riqli bo'lishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? 1. Imtiyozli sharoitlarda ishlaganlar. Agar siz o'zingizning ishingiz og'ir, zararli, yer osti yoki boshqa maxsus sharoitlarda bo'lganligi sababli stajingiz 1,5, 2 yoki undan ham ko'proq hisoblanganiga ishongan bo'lsangiz, endi siz xavotir olishingiz kerak. Yangi qonun hujjatida bunday imtiyozli stajni tasdiqlash talablari keskin kuchaytirilmoqda. Endi oddiygina korxona ma'lumotnomasi yetarli bo'lmaydi.
sizdan mehnat sharoitlari xavflilik darajasi bo'yicha sertifikatlar, ish joyida o'tkazilgan attestatsiya natijalari, ishlab chiqarish zararliligi to'g'risidagi tibbiy xulosalar, hatto shu davrdagi lavozim yo'riqnomalari yoki tarif malaka ma'lumotnomalari ham talab qilinishi mumkin. Agar bu hujjatlar topilmasa yoki ular yangi talablarga javob bermasa, imtiyozli stajingiz bekor qilinishi yoki uning hisoblash koeffitsiyenti pasaytirilib, nafaqangiz miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Misol, tasavvur qiling, oltin yoshli Ahmad aka 1960 yillardan 2000 yillargacha bir kimyo zavodida xavfli moddalar bilan ishlagan. Uning har bir ish yili ilkin 5 ga ko'paytirilib, umumiy staji 45 yil deb hisoblanardi. Aslida esa u 30 yil ishlagan. Endi yangi qonunga ko'ra zavod faoliyati to'xtatilganligi yoki arxiv hujjatlari yo'qligi sababli u o'sha xavfli sharoitlarni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eta olmasligi mumkin. Bunday holatda uning 15 yillik bonus staji yo'qqa chiqishi va nafaqasi sezilarli darajada kamayishi ehtimoli bor. Agar uning oylik nafaqasi hozir 2 million so'm bo'lsa, staj qayta hisoblansa bu miqdor 5 million so'mga tushib qolishi mumkin. İki mehnat stajini tasdiqlashda muammolari bo'lganlar. Agar sizning mehnat daftarchangizda o'qib bo'lmaydigan yozuvlar, tashkilot muxbirlarining tushunarsizligi, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish sanalaridagi nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, siz ham xavotir olishingiz kerak. Avval bu kamchiliklarga ko'z yumish mumkin edi. Ammo endi nafaqa jamg'armasi har bir shubhalanishga moyil bo'lgan yozuvni chuqur tekshirishni talab qiladi. Bu ayniqsa 90 yillarning murakkab davrida xususiy korxonalarda ishlagan, hujjatlar yo'qolib ketgan yoki arxivlar buzilgan shaxslarga tegishli. Misol, Fotima opa 15 yosh 1995 yildan 2000 yilgacha kichik bir tikuv sexda ishlagan. Uning mehnat daftarchasida faqat sex nomi va muhrning bir qismi tushgan, qolgan yozuvlar o'chib ketgan. Sex egasi topilmaydi. Avval bu 5 yil staj hisoblangan edi. Endi yangi qoidalar tufayli bu 5 yilni tasdiqlash uchun boshqa hujjatlar, ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma, soliq to'lovlari haqidagi hujjatlar topilmasa stajdan chiqarib tashlanishi mumkin. Bu Fotima opaning umumiy stajini 30 yildan 25 yilga tushirishi va nafaqa miqdorini kamaytirishi mumkin. O nafaqa yoshi yaqinlashayotganlari, lekin hali hujjatlarini tartibga solmaganlar. Agar siz 2026 yil iyul oyidan keyin nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz va mehnat daftarchangizni yoki boshqa hujjatlaringizni tekshirib ko'rmagan bo'lsangiz, darhol shug'ullaning. Endi har bir daqiqa qimmatli. 4. Oylik nafaqasining inflyatsiya darajasiga mos ravishda o'sishiga umid qilayotgan nafaqaxo'rlar yangi qonunda nafaqalarni indeksatsiyalash tartibiga ham o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Agar avval bu jarayon har yili inflyatsiya darajasini qoplashga qaratilgan bo'lsa, endi bu mexanizm qayta ko'rib chiqiladi. Misol uchun, endi indeksatsiya har yil emas, balki 2 yilda bir marta yoki faqat mamlakatning real iqtisodiy o'sishi yuqori bo'lgan hollarda amalga oshirilishi mumkin. Yoki indeksatsiya miqdori inflyatsiyadan past bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa ishlash imkoniyati bo'lmagan va faqat nafaqa daromadi bilan yashaydigan yolg'iz nafaqaxo'rlar uchun juda yomon xabar. Ular uchun har bir tiyin muhim. Misol, hozirda nafaqa oladigan maftuna bu har yili nafaqasining inflyatsiya darajasiga mos ravishda o'sishiga ishongan. Endi yangi qoidalar joriy etilsa, uning nafaqasi oldingidek o'smaydi. Xarid qobiliyati pasayadi va hayot sifati yomonlashishi mumkin. Kim xavotirlanmasligi kerak? 1. To'liq va tasdiqlangan stajga ega bo'lganlar. Agar sizning mehnat daftarchangiz benuqson bo'lsa, undagi barcha yozuvlar aniq. Tashkilotlar faoliyati davomida hujjatlar to'liq saqlangan bo'lsa va sizda hech qanday imtiyozli staj bo'lmagan bo'lsa, yoki bo'lgan taqdirda ham uni tasdiqlovchi hujjatlaringiz mukammal bo'lsa, unda siz uchun katta o'zgarishlar kutilmaydi. 2. Maksimal nafaqa oladiganlar. Agar siz allaqachon maksimal darajadagi nafaqa olib kelayotgan bo'lsangiz va stajingizning qayta hisoblanishi uning miqdoriga ta'sir qilmasa, chunki u baribir maksimal chegarada turadi, unda siz ham xavotir olmasangiz bo'ladi. Biroq indeksatsiya bo'yicha o'zgarishlar sizga ham ta'sir qilishi mumkinligini unutmang. O2. Yuqori daromadli qo'shimcha ish joyiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar siz nafaqa olsangiz va ayni paytda qo'shimcha ravishda yaxshi maosh oladigan ish joyingiz bo'lsa, nafaqa miqdoridagi kichik o'zgarishlar sizning umumiy moliyaviy ahvolingizga unchalik katta ta'sir ko'rsatmaydi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar.
qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar har qanday qonunda bo'lgani kabi bu yangi hujjatda ham turli xil istisnolar va nozik nuqtalar mavjud bo'lib, ularni bilish sizning holatingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, nafaqaxo'rlar bilishi shart bo'lgan ba'zi qaltis jihatlar ham bor. Qoidadan istisnolar: 1. Boboqalon huquqi yoki grandfathering qoidasi. Ba'zi hollarda yangi qoidalar qonun kuchga kirgunga qadar allaqachon nafaqaga chiqqan shaxslarga ta'sir qilmasligi mumkin. Ya'ni, agar siz 2026 yil 20 oygacha nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va sizning stajingiz eski qoidalar bo'yicha hisoblangan bo'lsa, u qayta ko'rib chiqilmasligi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday bo'lavermaydi. Qonun loyihasida ko'rsatilishicha, ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun, masalan, staji imtiyozli tarzda hisoblanganlar uchun, hatto ular allaqachon nafaqa olgan bo'lsa ham tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin. Bu yerda aniq chegaralar va shartlar belgilangan bo'lib, ularni diqqat bilan o'rganish kerak. Faqat agar sizning holatingiz o'tkazuvchi davr, переходный period qoidalariga to'g'ri kelsa, sizni qisman ta'sirdan himoyalashi mumkin. Misol, Nodira opa 2024 yilda nafaqaga chiqqan. Uning stajida imtiyozli davrlar bor edi. Agar yangi qonunda 2025 yil oxirigacha nafaqaga chiqqanlarning staji qayta tekshirilmaydi degan band bo'lsa, u xavotirlanishi shart emas. Lekin agar barcha imtiyozli stajlar qayta tekshirilsin degan talab qo'yilsa, u ham tekshiruvga tushishi mumkin. Alohida kasb guruhlari uchun maxsus nizomlar, ba'zi kasb egalari uchun, masalan, harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari uchun alohida nafaqa tizimi mavjud bo'lishi mumkin. Ularga ushbu qonun bevosita ta'sir qilmasligi, balki o'zlarining alohida nizomlari asosida nafaqa olishlari mumkin. Ammo shunga qaramay, ularning tizimida ham kelajakda shunga o'xshash o'zgarishlar kutilishi mumkinligini yodda tutish kerak. Davlat tomonidan qo'shimcha ijtimoiy himoya choralarini qo'llash, hukumat eng himoyasiz qatlamlarni qo'llab-quvvatlash uchun ma'lum bir muddatga kompensatsiya to'lovlari yoki ijtimoiy yordam dasturlarini joriy qilishi mumkin. Bu ayniqsa nafaqasi sezilarli darajada kamayib ketadigan shaxslar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Lekin bunday dasturlar vaqtinchalik bo'lishi va barchani qamrab olmasligi mumkin. Qaltis jihatlar. 1. Hujjatlarning yo'qligi yoki yo'qolishi bu eng asosiy muammolardan biridir. Ko'pgina korxonalar yopilgan, arxivlar yo'qolgan yoki yong'inlar, tabiiy ofatlar natijasida hujjatlar butunlay yo'q qilingan. Bunday hollarda ish stajni isbotlash juda qiyin bo'lishi mumkin. Hatto sud orqali stajni tiklash ham har doim ham imkoni bo'lmaydi. Chunki sudga ham ishonchli dalillar kerak. Konvertda ish haqi olgan davrlar. Agar siz rasmiy bo'lmagan ravishda yoki qisman konvertda ish haqi olgan bo'lsangiz, bu davrlardagi staj va daromadni tasdiqlash imkonsiz bo'ladi. Natijada nafaqangiz miqdori siz kutgandan ancha past bo'lishi mumkin. 3. Pensiya fondi xodimlarining malakasi va byurokratiya. Yangi qoidalar kuchga kirishi bilan pensiya jamg'armasi bo'limlarida ish yuklamasi sezilarli darajada oshadi. Bu xodimlarning barchasi yangi qoidalarni to'liq o'zlashtirmasligi, navbatlar uzayishi va byurokratik to'siqlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa fuqarolar uchun qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi. Oshkor bo'lmagan nozik nuqtalar: 1. Elektron baza va shaxsiy kabinetlar. Yangi qonunda barcha mehnat staji va to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni elektron bazaga kiritishni tezlashtirishga urg'u berilgan. Bu degani, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz onlayn tizimda mavjud bo'lishi kerak. Agar siz o'z shaxsiy kabinetingizdagi ma'lumotlarni tekshirmagan bo'lsangiz, u yerda xatolar yoki nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Bu xatolar o'z vaqtida tuzatilmasa, nafaqa hisobida noto'g'ri natijalarga olib keladi. 2. Ijtimoiy sug'urta badallarining ahamiyati. Avvalgi qonunchilikda mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosiy dalil bo'lgan bo'lsa, endi ijtimoiy sug'urta badallarining muntazam va to'liq to'langanligi birinchi o'ringa chiqadi. Agar siz uchun ish beruvchi sug'urta badallarini to'liq to'lamagan bo'lsa, bu nafaqaning miqdoriga salbiy ta'sir qilishi mumkin. 3. Sud qarorlarining roli. Agar siz stajingizni sud orqali tasdiqlagan bo'lsangiz, endi bu sud qarorlari ham yangi qonun talablariga muvofiqligi nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Sud qarorining o'zi ba'zi hollarda yetarli bo'lmasligi va undagi ma'lumotlar ham qo'shimcha hujjatlar bilan tasdiqlanishi talab etilishi mumkin. Bu jihatlar har bir nafaqaxo'r yoki nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan shaxs tomonidan jiddiy e'tiborga olinishi kerak. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak, aziz do'stlar?
Ushbu murakkab vaziyatda xotirjamlikni saqlash va to'g'ri harakat qilish juda muhim. Mana siz uchun qadam-baqadam ko'rsatma. 1. Hozirgi ish stajingizni tekshiring. Qayerga borish kerak? Birinchi navbatda siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Shuningdek, hukumatning yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi MyPokov shaxsiy kabinetingiz orqali ham dastlabki ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Ko'pgina hollarda pensiya jamg'armasining elektron bazasida sizning stajingiz haqidagi ma'lumotlar mavjud. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi xodimlaridan sizning mehnat stajingizning joriy holati va uning qanday hisoblanganligi haqida ma'lumot oling. Ular sizga stajingizning har bir davri, ish joylari va ish haqi bo'yicha batafsil hisobot berishlari shart. Ayniqsa, imtiyozli hisoblangan staj davrlariga alohida e'tibor qarating. Sizga har bir davr uchun aniq hisoblangan koeffitsiyentlar va asoslar ko'rsatilgan hujjat nusxasi berilishini talab qiling. 2. Barcha tegishli hujjatlarni to'plang. Hujjatlar ro'yxati, mehnat daftarchasi asl nusxasi, undagi har bir yozuvning aniq va o'qilishi mumkinligiga ishonch hosil qiling. Agar yozuvlar tushunarsiz bo'lsa, tegishli tashkilotdan agar mavjud bo'lsa, qo'shimcha tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Diplom va attestatlar, agar ta'lim davrlaringiz stajga qo'shiladigan bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnomalar, ayniqsa korxona nomi o'zgargan bo'lsa, yopilgan bo'lsa yoki arxivda ma'lumotlar saqlangan bo'lsa, ma'lumotnomada ishning xarakteri, lavozimi, ish haqi va ish davri aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Har bir ish joyidan, ayniqsa 2005-yilgacha bo'lgan davrlar uchun nafaqa miqdorini hisoblashda aynan shu ma'lumotlar asosiy rol o'ynaydi. Imtiyozli stajni tasdiqlovchi hujjatlar bu eng muhim qism. Agar siz og'ir sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, ish joyidagi attestatsiya natijalari, ishlab chiqarish muhitini o'rganish bo'yicha hisobotlar, xavfsizlik texnikasi bo'yicha hujjatlar, kasallik varaqalari, agar kasb kasalligi bilan bog'liq bo'lsa, shifokor xulosalari, lavozim yo'riqnomalari, korxona buyruqlari, ya'ni sizning ishingizning xavfli yoki og'ir ekanligini bevosita tasdiqlovchi har qanday hujjat kerak bo'ladi. Harbiy bilet, agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi, tug'ilish haqidagi guvohnomalar, familiya o'zgargan bo'lsa yoki bolaga qarash davri stajga qo'shilsa. Muhim eslatma, barcha hujjatlarning asl nusxalarini to'plashga harakat qiling. Agar asl nusxalar mavjud bo'lmasa, notarial tasdiqlangan nusxalar ham qabul qilinishi mumkin, lekin asl nusxalarni topish afzalroq. O'tu mutaxassislar bilan maslahatlashing. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari. Ular sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqishlari va yangi qoidalar bo'yicha qanday talablar qo'yilishini aniq aytib berishlari kerak. Barcha savollaringizni berishdan tortinmang. Yuristlar, agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, stajingizni tasdiqlovchi hujjatlar yo'q bo'lsa yoki pensiya jamg'armasining qaroridan norozi bo'lsangiz, malakali yuristga murojaat qiling. Ayniqsa, nafaqa qonunchiligiga ixtisoslashgan yuristlar yordam bera oladi. Kasaba uyushmalari. Agar siz kasaba uyushmasi a'zosi bo'lgan bo'lsangiz, ular ham sizga huquqiy yordam ko'rsatishi mumkin. 4. Ehtimoliy muammolarga tayyor turing. Apellyatsiya va shikoyat qilish. Agar pensiya jamg'armasining qarori sizning manfaatlaringizga zid bo'lsa, sizda yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling va barcha bosqichlarni to'g'ri o'ting. Qo'shimcha hujjatlar talabi tayyor bo'lingki, pensiya jamg'armasi sizdan qo'shimcha hujjatlar so'rashi mumkin. Ularni imkon qadar tezroq topishga harakat qiling. 5. Doimiy ravishda ma'lumotlarni kuzatib boring. Rasmiy manbalar, faqatgina davlatning rasmiy veb-saytlari, masalan, pensiya jamg'armasi sayti, Adliya vazirligi sayti va ishonchli ommaviy axborot vositalaridan ma'lumot oling. Turli xil mish-mishlar va noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmang. Hukumat qarorlari, yangi qonunchilikka kiritilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgarishlar yoki qo'shimchalar haqida doimiy ravishda xabardor bo'lib turing. Shaxsiy kabinet. MyPokov o'z portalidagi shaxsiy kabinetingizni muntazam tekshirib boring. Bu choralar sizga yangi qoidalar kuchi kirguncha tayyorlanishingizga va nafaqa miqdorini maksimal darajada saqlab qolishga yordam beradi. Esingizda bo'lsin. Eng yomon narsa barakatsizlik. Hozirdan harakatni boshlang. Xulosa va yakuniy chaqiriq xulosa qilib aytganda, 2026 yil 20 oydan boshlab nafaqa tizimiga kiritiladigan o'zgarishlar. Ayniqsa ish stajini hisoblash metodologiyasining
qayta ko'rib chiqilishi va imtiyozli stajlarni tasdiqlash talablarini kuchaytirilishi ko'plab nafaqaxo'rlar va yaqin kelajakda nafaqa chiqmoqchi bo'lganlar uchun jiddiy sinov bo'lishi mumkin. Nafaqa indeksatsiyasi mexanizmidagi ehtimoliy o'zgarishlar esa nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu yangi qoidalar davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, har bir shaxs uchun moliyaviy ta'minotning pasayishiga olib kelishi mumkin. Lekin umidsizlanmang. Agar siz ushbu videoda berilgan maslahatlarga amal qilsangiz, o'z vaqtida zarur hujjatlarni to'plasangiz, mutaxassislar bilan maslahatlashingiz va o'z huquqlaringizni himoya qilishga tayyor tursangiz, siz ushbu qiyinchiliklarni yengib o'ta olasiz. Eng muhimi bu ma'lumotni o'z vaqtida olish va darhol harakat qilish. Shuning uchun yana bir bor takrorlayman. Ushbu video ostida o'z fikringizni, savollaringizni yozib qoldirishdan tortinmang. Balki sizda ham shunga o'xshash vaziyatlar yuzaga kelgan yoki sizda qo'shimcha ma'lumotlar bordir. Ushbu videoga like bosing va uni do'stlaringiz, oila a'zolaringiz va hamkasblaringiz bilan ulashing. Zero bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rga yetib borishi va ularni potensial muammolardan ogohlantirishi kerak. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni tayyorlab boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.